Bir insonning o'limiga tasodifan sabab bo'lishni o'zi odamni ming nadomat ichida qoldiradi. Kimnidir qasddan o'ldirish esa aqlga sig'mas jirkanchlik. Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida tug'ilgan 27 yoshli shaxs jinoyat ko'chasiga kirishdan avval yaxshigina ish joyi, oylik maoshi, tinch totuv oilasi asosiysi halovati bor edi. Onlayn qimor o'yinlariga avvaliga 1-2 marta qiziqish sabab qo'l urib, keyin uning qo'shtirnoqdagi ishqiboziga aylanib qoldi-yu, hammasi qo'ldan ketdi. Sud materiallarida keltirilishicha, sudlangan shaxs muntazam ravishda ushbu o'yinni o'ynashi natijasida oylik ish haqlarini ham qimor o'yiniga tikib yutqazib yuboradi. Yiqqan terganni beo'xshov o'yinga sarflab bor budidan ayrilgach esa turmush o'rtog'ining tilla taqinchoqlarini garovga qo'yib, lombard tashkilotlardan pul olishga o'tadi. Tillalar ham tugaydi. Bu orada o'zini iroda qila olmagan bu odam foiz evaziga pul beradiganlar bilan ham oldi-berdi qiladi. Xullas, illatga ishqi tushgan yigit qayerdan pul topish imkoni bo'lsa, o'sha eshikni taqilatavergan. Sudlangan shaxs oxirgi marta Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi ayoldan 2025-yilning 20-mart kuni 7 million so'm qilib qaytarish sharti bilan bir oy muddatga o'zining haydovchilik guvohnomasini garovga qo'yib 5 million so'm qarz oladi va bu pullarni ham qimorga tikib yutqazadi. Farzandining mehnat ta'tiliga chiqib ham Qashqadaryo viloyatiga bormagandan xavotirlangan ota-ona Farg'ona shahriga kelgach o'g'lining holatidan xabar topishadi. Uning qarzlarini uzib, o'zlari bilan birga butunlay olib ketish to'g'ri yo'l ekanini anglagan holda unga qarzlarni uzish uchun 20 million so'm pul berishadi. Haqdorlar orasida Farg'ona shahrida istiqomat qiluvchi ayol ham bor edi. Qarzdor erkak 7 million so'm pullarni olib, uning Farg'ona shahrida joylashgan ijarada yashab kelayotgan xonadoniga boradi. Biroq ayol to'lov kelishilgan vaqtdan 6 kun kechikkani va har bir o'tgan kun uchun yana qo'shimcha 500 ming so'mdan pul berishi kerakligini aytadi. Shu orada erkak va ayol o'rtasida nizo kelib chiqadi va sudlangan shaxsda ayoldan qasd olish istagi paydo bo'ladi. Ammo ota-onasi ko'p qavatli uy yonida kutib turgani bois o'sha vaqtda bu joydan ketishga majbur bo'ladi. Farzandini o'zi bilan olib ketish uchun kelgan ota-onasini ma'lum sabab bilan 2-3 kun Farg'onada qolishga ko'ndirib, ular bilan birga Qashqadaryoga ketmagan yigitning boshqa rejasi bor edi. Ayoldan o'ch olish. Ana shu maqsadda voqea sodir bo'lgan kuni tungi soat 1lar chamasi marhuma istiqomat qilayotgan xonadonga oshxona pichog'i bilan qurollanib yana qayta boradi. Bu vaqtda ayol uyda yolg'iz bo'lgan. Uni pullarni qolgan qismini olib kelganiga ishontiradi. Ayol eshikni ochadi va istaga qotillik bo'lgan shaxs xonadonga g'ayriqonuniy tarzda kiradi. Yigitning harakatlaridan maqsadini anglab oshxona tomon yugurib, oshxona pichog'ini olib o'zini himoya qilishga uringan ayolning erkakka kuchi yetmaydi. Qotil yigit ayolning qo'llarini qayrib, avvaliga ko'krak qismiga pichoq sanchadi. Undan so'ng bosh, yuz, bo'yin va tanasining boshqa sohalariga tartibsiz ravishda 24 martadan ko'proq o'zi bilan olib kelgan oshxona pichog'ini sanchadi. Shundan so'ng uni qiynoqqa solish va qattiq azob yetkazish maqsadida o'zining harakatlarini to'xtatib, marhumaning og'riqlar ta'sirida qon yo'qotib vafot etishini kutadi. Bu orada uning ko'z o'ngida hamyonida bo'lgan 600 AQSh dollari va 1,5 million so'm pullarni qo'lga kiritadi. Ayol olgan tan jarohatlari natijasida hodisa sodir bo'lgan joyda vafot etgan. Sudlangan shaxs o'z jinoiy rejasini oxiriga yetkazib, jinoyat izlarini va dalillarni yo'qotib, shu orqali javobgarlikdan qutulish maqsadida uning murdasi ustiga xonada bo'lgan choyshabni yopib, yoqib yuboradi. Uydan chiqib ketayotganda esa gaz plitasini olovsiz yoqib, eshikni qulflab voqea joyidan yashirinadi. Bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritgan 600 AQSh dollarini turmush o'rtog'ining tilla taqinchoqlarini garov evaziga qo'yib, qarz olgan lombardga berib tilla taqinchoqlarini qayta oladi va yashash xonadoniga borib, shaxsiy buyumlarini yig'ib, Qashqadaryo viloyatidagi yashash uyiga ketib yuboradi. Ushbu jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudida ko'rilib, sudlanuvchining aybiga iqrorligi, shuningdek, to'plangan dalillar guvohlarning ko'rsatmalari bilan isbotlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudining hukmi bilan sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismi, 134-moddasi, 164-moddasi 3-qismi va 173-moddasi 2-qismida nazarda turgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, unga Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish tariqasida jazo tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashi belgilandi. Tarbiya yo hayot yo mamot masalasi. Unda qoldirilgan bo'shliq oqibati to'g'rilab bo'lmas xatolar bilan yuzlashtiradi odamni. Aytmoqchi bo'lganimiz, bolangizga o'z vaqtida egalik qiling. Siz e'tiborsiz qoldirgan joyda illatlarga ishqi tushib, butun umrlik pushaymonni o'ziga ham, yaqinlariga ham hamroh qilmasin jigarbandingiz. Maftuna Mamasidikova, Abdulloh Rashidov, Ruxsor News informatsion dasturi uchun maxsus.